Mana xudo qolsa oshlig'im kelib qoldi. Ana o'zbeklarning choyxonasida xudo qolsa mana oshlar kelgan. Oyog'iga, qo'y go'shtiga. Mana olimjon akamiz do'stim mana hozir gap beryapti. Odiljon bu, Odiljon tanidim. Rahmat. Esimdan chiqib qoladi o'tlar. Rostda. Qo'shib o'tiribdilar. Qani yoningizda o'rinmay turibdi. Hozir bir yengilgina bo'lib kelay deb keldi-da. Ha, mayli, sal yengil bo'lsa yaxshi. Mana bu yoqqa ham osh keldi, xudo xolasa mana. Necha kishiga qo'shib keldi? Har bir kishiga bittadan. Ha, mayli, necha kishi? 6 kishi, 7 kishi. O'tgan to'g'ri mana. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qalay, sal ko'taring, sal videoga chiqing. Ha, qo'lni ko'ksiga qo'yib, hurmat bilan. Rahmat. Ha, chiroyli bo'ling. Mana bo'lar ekancha, rahmat mana. Hurmating bor, nimang bor deydi-ku. Rahmat mana. Onajon o'tiravering mana, bo'ldi, bo'lib qoldi. Hammaga yetdi. Gap berganga rahmat. Ha, gap bergan insonga albatta rahmat. Mana shunday tashkil qilib, chiroyli. Ya'ni bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz endi oshni mana boshlaymiz. Hozir. Ana aka. Bo'ldi. Men boshlayman. Kelinglar.